Tahlil natijalariga ko'ra, sizda ko'krak saratonining 3-bosqichi aniqlandi. Doktor, umid bormi? Kimdir tamaki mahsulotlarini chekish yoki alkogol iste'mol qilish kabi zararli odatlar ortidan saraton kasalligini orttirib oladi. Onkologik kasalliklar yosh tanlab o'tirmasligi ham achinarli holat. Yaxshi bo'lasan. Bola. Bugun takka bilasizmi? Obaraman bolam. Obaraman. Kimgadir esa shunchaki keksalik o'z kuchini ko'rsata boshlaydi. Saraton insonlarning sog'lig'i bilan birga go'zalligini ham tortib oladi. Hayot bizga berilgan ne'mat. Uni yanada yaxshilash va sog'lom yashash uchun har birimiz harakat qilishimiz kerak. Unutmang, saraton bedavo dard emas. Onkologik kasalliklarga qarshi asosiy muolaja bilan birga qo'llash uchun biologik faol qo'shimchani tavsiya qilmoqchimiz. Halila kompleksi tabiiy giyohlardan tayyorlangan. Ko'pchilik ukollar va achchiq dorilarni ichishga qiynalishi mumkin. Halila kompleksi esa turli shakllarda mavjud. Sirop, tabiiy ekstraktlar hamda asalli qorishma ko'rinishida. Bu esa ushbu mahsulotni istalgan turlardan birini iste'mol qilish imkoniyati bor degani. Yuqorida aytilgan har bir tur maxsus tarkibiy qismlari bilan organizmni zararli ta'sirlardan himoya qilishga qaratilgan. Xo'sh, Halila o'zi qanday ishlaydi? Halila kompleksi organizmni tozalaydi, ortiqcha toksinlarni chiqaradi, immunitetni kuchaytiradi, immun hujayralarni faollashtiradi, zararli hujayralarni bloklaydi, saraton xavfini kamaytiradi, ichki organlarni himoya qiladi, jigarga, yurakka va o'pkaga foydali ta'sir ko'rsatadi. Ko'rib turganingizdek, Halila mahsuloti saraton kasalligiga qarshi asosiy davolanish bilan birga qo'llashda foydali vositalardan bo'lishi mumkin. Halila mahsulotini iste'mol qilgan yurtdoshlarimizda qanday ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan? Bu kabi savollarga ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimizga tashrif buyurib, batafsil javoblarni olishingiz mumkin. Hoziroq 78 kodi bilan 113 88 11 raqamiga qo'ng'iroq qilib buyurtma bering. Mutaxassislarimiz siz bilan bog'lanishadi hamda Halila kompleks haqida barcha savollaringizga batafsil javob berishadi. Buyurtma berganingizdan so'ng siz qaysi hududda istiqomat qilishingizdan qat'iy nazar uyingizgacha mahsulotni yetkazib berish mutlaqo bepul. Hoziroq 78 kodi bilan 113 88 11 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. O'zingizni ehtiyot qiling. Halila mahsuloti tabiiy giyohlardan tayyorlangan mahsulot bo'lib, saratonning rivojlanishini sekinlashtirishda, o'simtani o'sishdan to'xtatishda va quritishda yordamchi mahsulot hisoblanadi. Asosiy davolanish bilan birga iste'mol qilish tavsiya etiladi. Buyurtma berish uchun 78 kodi bilan 113 88 11 raqamiga qo'ng'iroq qiling.